Ozmasam erim ajrashaman dedi. Shu narsa ozishimga sabab bo'ldi. Hayotimni saqlab qolgan bu retsept bilan 80 kilodan 58 kiloga tushdim. Ertalabdan iliqdan issiq suv va vitaminlarimni darhol ichib olaman. Zavtrak bu juda muhim. Men soat 11 da zavtrak qilaman. Eng polезный bitta defekt sezadigan nonushta uchun kerak bo'ladi 3 ta tuxum, 100 gram qovoq, sir, pomidor, shpinat, ya'ni ismaloq. Cho'rkadan chiqqan qovoqqa tuxum bilan aralashtirib, tuz, GH yog'i bilan shunaqa omlet tayyorlaymiz. Ustiga pomidor, shpinat qilib 15 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Bu orada uydagi hamma dog' bo'lgan kirlarni begim zo'r deb maqtab olib kelgan krispi dog' ketkazuvchi geli bilan yuvib ko'raman. Rangli kiyimlardan tortib bolalar kiyimi uchun ham xavfsiz bo'lgan krispi gipoallergen geli bilan yuvaman. Shunchaki kir mashinaga kirlarni solaman. Bittasi 33 marta yuvishga yetadi. Bu orada haqiqatdan hayotingizda yemagan juda mazali omletlarimiz tayyor bo'ladi. 6 oylik farzandim ona sutida bo'lgani uchun yoniga обязательно ikkita dona nonga cheese krem, avokado, rukola, pomidor bilan yana ham mazaliroq bo'ladi. Nonushta tayyor, kirlar bo'lsa toza, natija wow. Hidiga bo'lsa gap bo'lishi mumkin emas. Toza joyda nonushta qilish yana ham yoqimliroq. Ayniqsa yoqtirgan serialim bilan. Bu retseptni yo'qotib qo'ymasdan обязательно sahranch qilib bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'ring.